Agar shu shashlikni bugun hammaga tekin beraveramizmi? Assalomu alaykum hurmatli aziz zarafshonliklar. Assalomu alaykum Zarxal restoranining aziz obunachilari, kuzatuvchilari. Zarxal restoranida super yangilik. Endilikda siz Zarxal restoranining menusida 20 xildan ortiq shashliklarni tanlov qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum Husayn aka. Assalomu alaykum. Bundan buyon Zarxal restoranida shashliklarni siz pishirar ekansiz, to'g'rimi aka? Ha. Aka, asli qayerliksiz? Asli vijdonliman. Asli vijdonlik. Mana shu povurlik sohasiga, shashlik sohasiga kirib kelishingizga nima sababchi bo'lgan? Necha yildan beri mana shu sohada ishlaysiz? Sohada, Xudo xolasa 10 yildan oshib qoldi ish boshlaganimizga. Biz sohaga kirib ketishimizga sabab dadam oshpaz o'zi, shashlikchi, akam, ustozim, o'zimdan tog'alarim, biz oilaviy oshpazlar o'zi. Ya'ni shashlikchilar avlodidan desak adashmaymiz. Shunaqa. Aziz obunachilar, ko'rdingiz, Husayn aka, Fayzullayev akamizning shashliklarini endilikda Zarxalga kelib bemalol tanlov qilishingiz mumkin. Keling hozir birma-bir nomini har birini sanab obunachilarga aytsak. 2 panja, 3 panja, 5 panja, avashnoy, tovuqdan setka, koreyka, sirlip, chaklet, mol go'shtidan kuskovoy, marvarit, rulet, Napoleon, tovuqdan file shashlik, tvikis, dumba, farsh, mol go'shtidan file shashlik, tovuqdan kirdichka, qo'y go'shti shashligimiz, vijdonni farshi. Aka, nima uchun aynan ko'ryapmiz hozir 2 xil farshingiz bor ekan? Nima uchun aynan bunisida ustida yog'lari bor, bunisida yog'i yo'q? Bu vijdon asl shashligi ustida yog'li bo'ladi. Va oxirgisi jigar shashligimiz. Endilikda asl vijdon shashliklarini vijdonlik shashlikchilar qo'lidan tanovvur qiling. Barchangizni Zarxal restoranida kutib qolamiz. Ushbu videoni shashlik izlab yurgan barcha yaqinlarga yuborib qo'ying. Bizning Instagram hamda Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bundan zo'r videolar hali oldinda bizni kuzatishda davom eting.